Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Ustaroq kanali obunachilari. Yana yangi obyektimizga keldik. Shkaturka jarayonlari ketmoqda. Shogirdlarimiz bilan birgalikda ish olib bormoqdamiz. Ichkarilarni kecha kelib boshlab, mana cho'rlavoylarni urib, chistopkaga taxlab qo'ydik buni. İşleri bo'ldi. Eshik derazalarni qo'ysak nasib bo'lsa, xudo xolasa, pol pataloylarni urib, keyin oddelka aboyga taxlaymiz. Narki dalaschamiz ham pasib qoldi. Ko'cha tomondan oshxona derazalari urildi. Xudo xolasa, tandirxonaga o'tdi ustalarimiz. Bu uyni oldi fasadini ham uramiz aslida. Azizlar, mana shu xo'jalikda 400 kvadrat joyda abyomini oldik. Shkaturka, steshka, pol pataloyga va yevro remonlarini ham o'zimiz qilib beramiz ustalar bilan. Shogird, qanaqa bo'libdi o'zi? Zo'rmi? Charchashlayapmi? Hammalari joning omon bo'lsin. Charchasa ham. Foydasi yo'q. Davay. Davayga zo'r ish bo'ladi-da. Gazini bosish kerak, to'xtamaslik kerak. Ha, ustozlaringlar o'rganda qaraqam. Oshxonani mana oshxonani oldini urib bo'ldi. Hozir 1 soatcha endi mana bu yerni uryapti, illaydi. Uyda oldini. Kasb ustalari, Hunarmand TV kanali a'zolari, she'rga hammamiz birgalikda ish olib bormoqdamiz. Ustaroq kanali a'zolari bor. Mohir ustalar bor. Ikkita guruhga birgalikda hamkorlikka ish olib bormoqdamiz. Kimda qanaqa taklif savollar bo'lsa, qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga qoldiringlar. Javob berishga harakat qilamiz azizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizda yangi videolar obuna bo'lishni unutmang. Musofirda yurgan aka-ukalarimizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Ishlarga omad, oila bag'riga eson-omon qaytsin. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting.